ishoning, hatto Habib Nurmagomedov yana boshqalari manaman deganlar urushgandan ham ko'rmaganman, lekin bu juda qiziq tuyuldi menga. Birinchidan ancha yillardan beri mashg'ulot qilib yurganini bilardim, lekin baribir qiziqchi bo'lganligi uchun, yumorist bo'lganligi uchun ozgina hazil aralash ketyapti deb o'ylagandim. Rostdan jang qilyapti, rostdan urushyapti va oxiri yutib oldi. Endi bu yoqqa jiddiylashib ketganini ko'rdik va raqibi rossiyalik sportchi ekanligidan va u yutqizgandan chandon xursand bo'ldim va tabriklab qo'ymoqchiman. Qoyil. Bir odam misol uchun harakat qilib, mayli u sport turi haqida emas fikrim, lekin butunlay boshqa olamga kirib turib, o'sha olamda mashqlar qilib turib, o'sha bor kuch g'ayratini mana shu maydonga chiqib sarflash har kimga emas. Qoyil qoldim. Qoyil qolganligim uchun ham boshida aytib ketyapman.